men soxtamayaptim. Endi buni bil. Men kompotni qishlog'iga qo'ymoqchim kerak. Ha, qani put bilan boshqamiz. Ana Salom, men merman. sen yangi mersan. Endi sen ana qishloqqa borishing kerak va u qishloqdan sen shoxdan mer bo'lasan. Mayli, men ketdim. Sen shaharga borishing va merni oldiga borishing kerak. Sen merni olib kompotni oldiga borishing kerak. Sen 13 qishloqqa borishing kerak ishqilib, maylimi? Xo'p, bo'ladi. Men bo'lmasam ketdim. Borganingda aytdim-a hozir. Ha, tushundim. Men bo'lmasam ketdim. Ha, bor. Men senga toj shuni kiyib bor. Xo'p, men ketdim. Sen xuddi merga o'xshab qolding. Kompotni oldiga bor. Mayli, men ketdim bo'lmasam. Ha, boraver. Kompot, hali adabingni ko'rsatib qo'yaman seni. 13 qishloqqa bor endi, bor. Tez bor endi. Xo'p, boryapman. Mayli, ketdim men. Ha. Ko'rasan endi. Xo'p, kompyuterlar chiqariladi va obunachilarim ham ko'paygan. Barchaga salom, sizlar bilan men Kompot. Xush kelibsiz mening yangi videomga. Do'stlar, men bu yerda kompyuter o'ynab o'tiribman, do'stlar. Men chaqyaptimi? Assalomu alaykum mer. Va alaykum assalom. Bu 13 qishloqmi? Ha. Siz kimsiz? Men yangi merman. Siz men tojiz ko'k. Men yangi merman deyapman. Ha, mayli. Hamma uylardan ko'kka bo'yab chiqasan, tushundingmi? Nega? Merni oldiga boraylik-da. Hozir do'stlar, nega bu yoqda ham chiqishimiz kerak ekan, ko'kka bo'yab chiqishimiz kerak ekan merdini. Nima qilamiz endi do'stlar? Mayli, bo'yab chiqamiz. Men o'zi qayerda ekan? Mayaqlarda bo'yab chiqamiz. Bo'yaymiz. Ko'kka bo'yab chiqamiz do'stlar. Juda ham zo'r bo'ladi. Ha. Ana ko'kka bo'yab chiqyapti merdini. Ha. Zo'r ishlading sen ham. Zo'r robot yasaldingmi? Ha. Kompot. Endi adabingni ko'rsan. Bu mening uyim bo'ladimi? Ha, albatta sening bo'ldi. Mayli, sen jim tur, ko'kka bo'yab olsin. Do'stlar, mana oxirigacha tugatib chiqdim. Mana merdini ko'kka bo'yab chiqdim. Kompot, uyimni nima qilding meni? Siz aytdingiz-ku, uyimni ko'kka bo'yab chiqdi. Men bo'yadiganim yo'q-ku. Qaysi garang aytdi? Uyimni nima qilib tashlading, Kompot? Uyingizni bo'yab chiqdim, siz bo'yadingiz-ku. Men bo'yadiganim yo'q. Nimaga bo'yab tashlading? Nima qilaman endi? Xavotir olmang. Men nimaga bo'yab tashlading? Qanday xavotir olmaslik mumkin? Yo'q, xavotir olmang, to'g'rilab beraman. Endi sen ham endi bularga ko'kka bo'yab tashlasa yoqadimi? Yo'q, yoqmaydi. Buni bu qish boyagi merdi ya'ni soxta kompot jo'natgan. Men shunga ishonibman. Uzr kechirasiz. Ha. Merdan gap eshitdi qishloqi. Ha, lekin yomon bo'ldi. U mening uyim bo'ladimi? Sen ham jim o'tirganda jonga tegib ketding. Kallangga bir urma o'lasan hozir. Hazillashim. Ketdik yoqqa. Xo'p, qayerda bo'lishi mumkin endi? Mana u mer. Ha, sen aldadingmi meni? Yo, Kompot, qaniysan sen? Yo, sen soxta mersan. Men seni qishloqdan haydayman. Yo, men merman, Kompot, adashmayapsanmi? Yo'q, merdini ko'kka bo'yadingsan. Men hayron qoldim-ku. Aldabsan-ku meni. Nimaga aldading, garang? To'g'risini aytsammi? Meni soxta Kompot jo'natdi. Bilib o'tiraveramiz, soxta kompot jo'natganini. Sizlarni uylaringni ko'kka bo'yab tashlasa yoqadimi?
Mana uyda ham ko'kka borib turishni yoqadimi? Agar seniki bo'lganda. Ha? Yo'q. Men sen shu uyda nima edi, tintlar bilan portlatib tasha. Nimaga aytyapsan? Nimaga? Admin aytdi. Admin aytdi? Adminmi? Ha, admin aytdi, kompot portlatib tasha shularni, shu uyda. Hop, mayli, mana tintlarni qo'yamiz. Qoch endi, qoch. Yugur, alakay. Aniq admin aytganmidi? Men? Ha, admin aytgandi. O'zim boshqacha lekin. Qayerga ketdi? Men qayerga ketdi? Men qayerga ketdi? Mayli, portlatib qo'yamiz. Admin portlat degan ekan. Ha. Mana portlatib tashladik. Ko'rdingmi qishloqqa? Biz yana shunday buzg'unchiliklar qilib yursak, seni ishonadi, ishonadi. Yana borsanda o'zingdan g'oyalar topasan, maylimi? Hop. Kompot uyimda nima qilishading? Garangmisan? Admin aytdi menga. Nima admin? Men aytdimi, admin aytdimi? To'g'risi aytsam, men aytdi. Menga admin aytdi. Nimaga meni uyimni portlatib tashlaysan? Seni ham uyini portlasa yoqadimi, kompot? Yo'q, yoqmaydi. Nimaga portlatding meni? Qayt to'g'rilayman endi. Garangmisan? Uysiz qolib ketdim bu kompot. Admin aytibdi, ishonibman men. Mayli, qayerda endi boyagi men. Bu yoqqa to'g'irlab berasan. Men deyini portlatma. Yo'q, portlataman. Portlataman bu yoqlarni. Yo'q, portlataman hamma joyda. Nimaga portlatding, garang? Kompot, nimaga bunday qilyapsan qishloqlarda? Admin aytdi. Shunday qilishga admin aytgan bo'lsa, admin menga unday degan yo'q edi-ku. Admin sizga debdi-ku. Yo'q degan yo'q edi, nimaga portlatding? Mana qishloqni ham uyini portlatsan. Men nima desam ekan? Nima qilding endi? Nima qilding uylarimda? Qishloqni barbod qilding-ku, ikkita uyda. Qayerda o'ysan endi bularni? Ko'kka borib tursan baqasa. Do'stlar, men bilmagandim. Qanday bilmaysan? Men sendan rahmatlanamiz. Kompot, biz sendan rahmatlanamiz. Yo'qon qishlog'imizdan haydalding qishloqdan sen. Yo'qolasan. Yo'q, qishloqlar haydamanglar, men o'zi aytdingiz-ku, portlatdi. Men portlatganim yo'q-ku, garangmisan? Men portlatib tashlagansan hamma joyda. Nima qilding? Qishloqlar bilan biz seni haydaymiz qishloqdan, tushundingmi? Mayli, qishloqdan qishloqdan haydamay, to'g'irlab beraman. Qanday endi to'g'irlab bo'lmaydi, kompot? Nima qilib tashlading endi bu yoqlarni? Men ketdim. Sening uyingga narsalar olib kelaman. Buz tashlashga. Mana men hozirgina baqayotgandingiz-ku. Nima men baqirdimmi? Baqirganim yo'q-ku. Sen soxta kompotni sen jo'natgan. Men kechir, maylimi? Qishloqni uyini portlatganim uchun. Yo'q, qanday kechib boshlagim mumkin? Sen to'g'risini soxta menmisan yo chinsi menmisan? Men chinsi menman. Men buni olda sen nima shu qayerdan to'kishing kerak. Nima? To'kishim kerak? Ha. Qayerga to'ksam ekan? Mayli, to'kaman. Sen borib, qishloqni o'rtalargami, qayerga yo uyigami to'kishing kerak. Tushundingmi? Villagerlar qishloqlarni uyigami? Tushundingmi meni? Tushundimmi? Do'stlar, qandaydir menda og'ida prank bo'lyaptimi deyman, tushunmayman. Qanaqa prank? Men merman, garang. Merman, bor, tez bor. Hop, mayli, men ketdim bo'lmasam. Okey, ketdim men bo'lmasam. Bor, tez. Qo'y. Hop, quduqni ichiga deydi-ya, quduqni ichiga qo'y. Hozir qo'y. Shoshingiz komilmi? Ifloslam qilmaydimi? Nima qilyapsan, garang? Mana sen soxta men yo'qol bu yerda.
sen shunga ishonib o'tiribsanmi? Qaysilaring tushunmaysizlar, mana soxta mer, menman garangmisan kompot, shunga ishondingmi? Sen nimaga kim yubordi seni? Kim yubordi? Men sen soxta mersan. Aldayapsan, sen soxta mersan. Stop. Kelinglar. Seni kim jo'natdi? Siz haqiqiy mersiz, seni soxta mer jo'natdi. Soxta kompot jo'natdi, shunaymi? Yo'q, merman men. Aldama, bularni menga buyurdim. Mer aldayapti bu. Bu haqiqiy mer emas. Aytyapman-ku men ham, sen shunga ishondingda, bu fake mer. Aytyapman-ku fake mer. Fake kompot buni jo'natgan. Tushunyapsanmi, kompot? Ha, tushundim men sizni. Kechiring endi. Mana buni deb shunday bo'ldi. Seni kechirdim. Yo'qol endi sen. Bu yoqda yo'qol qishlog'imizdan, garang. Cho'kaman. Ana endi kompot nima qilib qo'yding uni? Qayerga yo'q bo'lib qoldi? Men u soxta men-ku. Ha, mayli, zo'r ish qilaman. Lekin nima edi? Fake merni qara, senga nimalar bergan? Sen katta shunday narsalar qilib tashlagansan. Fake kompotam shuni qilgan. Endi shu kompotni topib, shu bilan portlashing kerak. Mayli. Ya qayerda portlashim kerak bu bilan? Uylarni portlashing kerak. Mayli. Fake merda oldiga borsanda uyini portlatib kelasan, davaymi? Mayli. Bong endi. Biz shoshtiribmiz. Bong. Bu yoqqa sen qayerdaligingni ko'rsataman. Yo'q, qayerda bo'lishini ko'rsataman. Kompot, lekin yomon ish qilding-da. Meni ham uyimni buzib tashlading. Xafaman sendan. Kecha qishloqqa do'stlar ko'rdilaringiz, shunday narsalar bo'ldi. Fake kompot, fake qishloqni jo'natdi. Ya'ni fake merni jo'natdi. Men ham bugun yomon ishlar qilib qo'ydim. Mana titlarni yoqib yoramiz do'stlar. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.